Assalomu alaykum, hurmatli kanalimiz tomosha qilib borayotgan tomoshabinlar, parandash quvozlari. Ko'pchiligida mana shunday bo'lib og'riq kelyapti. Mana qaranglar. Jo'jalar ichkitda bo'lib qolgan, mana shunday bo'lib tumishib qoladi. Bunga ko'pchilik bilmaydi qanday dori berishdi. Shunga mana bunday Inron degan dori bor. 1 litr suvga yarim gram qo'shib berish kerak. Agar jo'jalar ichkitishi silishkin bo'ladigan bo'lsa 1 litr suvga 1 gram qo'shib beriladi. Hozir biz dabavka qildik. Berayotganda ham oldidan havoda suv bo'ladigan bo'lsa, iloji boricha suvni 2 soatga 3 soatga olib qo'yish kerak. Jo'jalarni chanqatib turib, mana shu dori qo'shilgan suvdan ichki hissalaring 3 kun davomida berish kerak. Misol uchun hozir 20 ta 30 ta jo'ja bo'ladigan bo'lsa 1 litr bersalaring, bir kunga 1 litr ichadigan bo'lsa 3 kun davomida mana shunday qilib qayta beraverish kerak. 3 kun 4 kunda ichiga berish kerak. 3 kun 4 kunda ichida o'sha natija bo'ladi. Ko'pchilikda hozir shunday kasallar kelyapti. Boya jo'jalarni ich ketib qolyapti. Tumishib qolyapti jo'jalar shunday bo'lib. Mazasi qochib. Boyaga ichidan sekin-sekin axlatlari suyuqlashib keladi. Men hozir bittasini ko'rsataman. Mana bunday bo'lib turib, axlati mana shunday bo'lib keladi. Suyuq keladi. Keyin jo'jalar bir-birini cho'qlab tashlayveradi mana bunday. Orqasidan suyuqlik kelib qonagandan keyin bir-birini cho'qlashga o'tadi. Cho'qlab keyin bir-birini o'ldirib qo'yadi. Shu uchun oldini harakat qilib oldini olish kerak. Hozir yana bitta jo'jani ko'rsatmoqchi edim. Mana daji mana bunday mana ko'rinib turibdi. Mana jo'jacha mana. Arkasidan o'zi bilinib ham turibdi. Hozir endi qanday qilib qo'shamiz deganlarga, mana misol uchun idishlaring 1 litr bo'ladigan bo'lsa, shprisni olasizlar. Shprisga tortib, hozir men 2 litrlik idishga qo'shaman. Hozir bu ikkalasiga qo'shdim. 1 litrga agar jo'jalarni ichi agar silishkim o'tib ketadigan bo'lsa, 1 litr suvga 1 gramdan qo'shish kerak. Hozir shunda biz 1 litrga 1 gramdan qo'shamiz. Hozir mana bu yerda 2 gram 2 gramni bankaga qo'shamiz. Bankaga qo'shib, keyin buni jo'jalarimizni chanqatib turib oldiga qo'ysak, jo'jalar ichgandan keyinsiga 3 kun davomida berish kerak. 3 kun davom 4 kun davomida bersalaring, qayta boyagi suvni ichaversa, ichi tuzalib qoladi ancha. Har xil kasalliklar kelyapti hozir boyagi jo'jalarga asonoy. Jo'jalar nobud bo'lib qolishi mumkin. Agar oldini olmasalaring nobud bo'lib qoladi. Mana jo'jalar qaranglar, mana tumishib qolgan mana. Narigisi va shu tumishib qolgan. Ayni bo'lib tumishib qolib, oxiri davolamaganlaringdan keyin iloji o'lib qoladi keyin. Hozir endi jo'jalarimizga suvini beramiz. Jo'jalarni boyagi silishkim o'tkazib yuborganlarni ADN qilib qo'ydim. Hozir endi bular chanqagan paytda bu suvni ichsa, 4 kun davomida davolasak tuzalib qoladi. Bidanalarimiz tuxumda mana. Bidanalarga ishtima qilmaydi, jo'jalar asnolayda. Mana hozir bular ichishni boshladi o'sha suvini.
suvlarini ichib 3 kun davomida lechena bitadi. Hozir bu yerda yana bitta jo'jamiz bor. Shuni ham hozir bir olib ko'rsataman. Xuddi mana shunday bo'lib qoladi axlati. Bu keyin chucholmay o'lib qoladi yo ichki kitmoqdan o'lib qoladi. Shu uchun iloji boricha harakat qilib oldini olish kerak. Dorimizni otini aytdim. Enron harakat qilib shundan doridan sotib olib 3-4 kun davomida berib ko'ringlar. Hammaga xayr, sog' bo'linglar, omon bo'linglar. Keyingi videolargacha ko'rishguncha.